Ovqat ustida gaplashib o'tirishlik. Ovqat ustida gaplashib o'tiramiz biz. Endi albatta gapirish ekan deb to'g'ri kelgan gapni gapira olmaymiz. Foydali gap gapirishimiz kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ovqatlanib o'tirganlarida sahobalar bilan gapiradi. Endi agar jim o'tirib ovqatlanish bo'lsa-chi, hamma jim, taqir-tuqur yeyapti. Xuddi kim birinchi yeb bo'lishlikda musobaqa o'ynaganga o'xshaydi. Bundan tashqari alohida o'tirib ovqatlanishlik birodarlar uydagi barakani ketishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir tovoqning ustida odamlar qancha ko'p jamlansa, Alloh taoloning barakati shuncha ko'p yog'adi. Alloh shuncha rozi bo'ladi. Alohida bo'lib ovqatlanishlikning yana bir salbiy tomonlari xotin xarajga mashaqqat olib ketadi. Har bittasiga alohida choy damlab kelaverib, alohida ovqat isitib kelaverib, shuning uchun bir o'tirishlikka odatlanishlik kerak bo'ladi. Tiyanib o'tirib yoki biror narsaga suyanib o'tirib ovqatlanmaslik kerak. Mana shu narsa ham musulmon odobiga to'g'ri kelmaydi. Chunki suyanib olib, tayanib olib o'tirib ovqatlanishlikda ulamolar kibrga ishora bor deyshadi. Yana salomatchilikka ham zarari bor ekan bu narsa. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Buxoriydan, la akulu muttakiyan. Suyanib o'tirib yemayman degan payg'ambarimiz. Endi uzri bo'lsa mayli. Kasal bo'lsa yon boshlab bersin. Betob bo'lsa, beri kasal bo'lsa suyanib bersin, mayli. Lekin soppa-sog' odam suyanmay, tayanmay o'tirib ovqatlanishligi kerak.